Quyidagi misolni ko'rib ketamiz. ABCD to'rt burchak va unga doira chizilgan. 3 ta tomoniga urilgan ekan. AD ga, AB ga va BC ga urilgan doira. Va AC diagonalini M va N nuqtalarida kesadi. O'sha MN masofa 2 ga teng bo'lsa, deyapti. Ikkita savol bor. CAD burchakni toping va doira yuzini toping degan savol. Xo'p, bu yerda doira markazini kiritib olaylik. CAD burchak degani bizda mana bu burchak, mana alfa. CAD burchagimiz. O'shani topishimiz kerak. Xo'p, aylana markazini kiritib olamiz. O'sha yer bo'la qolsin. Xo'p, ya'ni bu yerda e'tibor bersak, mana bu masofa ham radiusga, bu masofa ham radiusga teng. Xo'p, va 132 ga teng deyapti. Demak, 2R masofani BC tomonga ko'paytirsak 32 chiqishi kerak. Bundan BC masofani topib olsak 16 taqsim radiusga tengligi kelib chiqadi. Mana bu masofamiz 16 taqsim radius ekan. Xo'p, aylana markazini kiritdik. Endi balandlik tushiraylik shu nuqtaga. Demak, vatarga perpendikulyar bo'lgani uchun teng 2 ga ajraladi. MN 2 bo'lgani uchun 1 va 1 bo'lib qoladi. Va shu nuqtani A uchi bilan ham tutashtiraylik. Bu yerda jami burchagimiz o'zi jami 90. Bu chiziq bissektriisa vazifasini bajaradi. O'shaning uchun mana burchagimizga 45 gradus burchak qoladi. Demak, bundan xulosa chiqadiki, o'rtadagi burchakka 45 minus alfa burchak qolar ekan. Va shu yerdan bitta narsani bilib ketaylik. Mana bu masofamiz radius, bu masofamiz radius. Gipotenuzani topadigan bo'lsak, ildiz ostida 2 radiusga teng bo'lib qoladi. Xo'p, endi tomonlarni topdik. Mana bu ichki almashinuvchiligidan mana bu burchagimiz ham alfaga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, endiga qiladigan ishimiz bu yerda biz mana bu nuqtani qandaydir E nuqta deb oladigan bo'lsak, AE masofani topishimiz kerak. Xo'p, AE masofani topish uchun biz demak mana bu yerda yana bitta chiziq tushiramiz. Bu masofamiz ham bizga radiusni beradi. Radius. Mana bu yerdagi to'g'ri burchak, uch burchakdan hisoblaydigan bo'lsak, r kvadrat minus 1 ga teng bo'lib qoladi. Endi AE masofani topsak bo'ladi. AE masofamiz ildiz ostida, demak, gipotenuzani kvadratidan ildiz osti 2r ni kvadratidan ayiramiz. Katet kvadratini, hozirgi topgan masofa kvadratini ayirishimiz kerak. Xo'p, buni ixchamlaydigan bo'lsak, radiusni kvadrati plus 1 ligi kelib chiqadi. AE masofamiz ham topildi. Bo'ldi, kerakli bo'lgan hamma ma'lumotimiz bor. Endi mana uchburchakka e'tibor beramiz. Katta uchburchak. Shu yerda tangens alfa qoidasini ishlatamiz. Tangens alfa nimaga teng? Tangens alfa demak bu yerda qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati. Qarshisidagi katetimiz 2 ta radius, yopishgan katet 16 taqsim radius. Bu yerda radiusni kvadrat taqsim 8 kelib chiqadi. Endi mana bu yerda hosil bo'lgan, keling shuni alohida ko'rsata qolaylik. Uchburchak uchun, to'g'ri burchak, uchburchak uchun tangens qoidasini ishlatamiz. Mana shu uchburchak uchun tangens 45 minus alfa bo'lib qoladi shunda. Tangens 45 minus alfani topadigan bo'lsak,
Qarshisidagi katetning ildiz r kvadrat minus 1 ning yopishgan katetga, ya'ni AE ga nisbati. AE hozir topildi. Demak, ildiz r kvadrat minus 1 taqsim ildiz r kvadrat plus 1. Mana shu ikkalasini yechsak javobimiz kelib chiqadi. Xo'p, endi tangens 45 minus alfamiz bor. Mana bu yerda o'shani yoya olamiz. Forma bo'yicha yoyadigan bo'lsak 1 minus tangens alfa taqsim 1 plus tangens alfa. Demak, r kvadrat minus 1 r kvadrat plus 1. Tangens alfani o'rniga yuqorida keltirib chiqargan r kvadrat taqsim 8 ni olib borib qo'yadigan bo'lsak, tenglama kelib qoladi bizga. 1 minus r kvadrat taqsim 8 1 plus r kvadrat taqsim 8. Demak, mana shu tenglamani yechishimiz kerak. Xo'p, surat mahrajini mana birinchi kasrimizni 8 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, 8 minus r kvadrat 8 plus r kvadrat. Ildizni yo'qotish uchun albatta kvadratga oshirishimiz kerak bu yerda. Demak, ikkala tomonini kvadratga oshirib yuboramiz. Kvadratga oshirdim. Demak, r kvadrat minus 16 r ni 4-inchisi bo'lib ketadi. R ni 4-inchisi minus 16 r kvadrat plus 64. Mahraji ham xuddi shunga o'xshash. Bu yerda ildizlar yo'qoldi. R kvadrat minus 1 taqsim r kvadrat plus 1. Bu holatda proporsiya qilsak ham bo'ladi-yu, lekin sal ixchamlab olamiz. Bunday vaziyatlarda ikkala tomondan birini ayirsak bo'lardi. Ya'ni mana bu yerda minus 1 va minus 1. Shunda mahraj berib ixchamlagan paytimizda mana bunday vaziyat bo'lib qoladi. Minus 32 r kvadrat qoladi suratida. Mahrajning o'zi. Nariy qismda minus 2 taqsim r kvadrat plus 1 qoladi. Minus 2 va 32 ni qisqarsak 16. Endi proporsiya qilsak bo'ladi. 16 r kvadrat plus 1 r ni 4-inchisi 16 r kvadrat plus 64. Qavslarni ochamiz. R kvadratlar qisqardi. Demak, 15 r ni 4-inchisi teng 64. Bundan r ni 4-inchisi teng 64 taqsim 15. Ochiq bu yerda radiusni topishga hojat yo'q. Biz bitta ildizdan chiqarib radius kvadratini topsak yetarli. Ya'ni shunda 8 taqsim ildiz ostida 15 qoladi. Nega bu yetarli? Chunki bizda shartida aytayaptiki, birinchi CAD burchak sinusini toping deyapti. O'sha burchakni biz alfa deb kiritganmiz. Sinus alfani so'rayotgan bo'ladi. R kvadrat chiqqandan keyin bu r kvadratni mana bu yerga olib qo'yamiz. Ya'ni tangens alfa teng r kvadrat taqsim 8 ida. Shundan foydalanamiz. Tangens alfa teng r kvadrat taqsim 8 ida. R kvadratni o'rniga 8 taqsim ildiz osti 15 ni olib qo'yadigan bo'lsak, 8 da qisqaradi va 1 taqsim ildiz osti 15 degan javob kelib qoladi. Bu tangens alfa. Endi sinus alfani hisoblab topadigan bo'lsak, uchburchakdan foydalanamiz. Ya'ni uchburchagimizda, to'g'ri burchakli uchburchagimizda burchakni alfa deydigan bo'lsak, tangens alfa 1 taqsim ildiz osti 15 bo'lsa, shunday joylashadi. Gipotenuza 4 ga teng. Bu yerda sinus alfani topamiz. Sinus alfa teng, demak 1 taqsim 4. Bu birinchi savolda so'ralgan shartning javobi. Demak,
sinus o'sha burchak CAD teng 1/4 ekan. Ikkinchisi doira yuzini so'rayapti. Buni A shart deb oladigan bo'lsak, B shartimizda doira yuzi bu pi r kvadrat. Bu holatda ham radius kvadratni o'rniga 8 taqsim ildiz osti 15 ni olib borib qo'yadigan bo'lsak, 8 pi taqsim ildiz osti 15 kelib chiqar ekan. Demak, B shartining javobi S teng 8 pi taqsim ildiz ostida 15 ekan.